Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun va'da qilingan darslik, ya'ni ayni hozirgi paytda trendda yurgan, juda ko'p prosmotr olib kelayotgan, RPM ozgina past bo'lsa ham prosmotri uchayotgan Siren Head yo'nalishini qanday montaj qilinishini noldan yuzgacha ko'rib chiqamiz. Demak, biz boshladik. Men oddiy telefonda montaj qilishni o'rgataman. Sababi juda ko'pchilikda telefon bor, kompyuter yo'q. Shuni hisobiga telefonda qanday montaj qilinadi, uni noldan 100 gacha ko'rib chiqamiz. Do'stlar, YouTube app sizlar uchun shunaqa ajoyibdan ajoyib videolar chiqarishda davom etamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etsalaring, bundan-da zo'rroq, bundan-da yaxshiroq yo'nalishlar, topda yurgan, trendda yurgan yo'nalishlar haqida batafsil ma'lumotlar va videolar chiqarishda davom etamiz. Sizlardan faqat like, komment qolamiz. Do'stlar, boshladim. Ya'ni oddiy shu telefonda, mana Redmi Note 14 telefoni, uni iPhone bo'lishi shart emas. Natija qilish uchun aynan shu telefonda Siren Head yo'nalishini qanday montaj qilinishini noldan yuzgacha ko'rib chiqamiz. Do'stlar, qani biz boshladik. Birinchi bo'lib Siren Head videosini yasashim uchun YouTube'ga kirib Siren Head Coffin Dance deb yozaman. Ya'ni Siren Head'da Coffin Dance videolarini chiqarishgan. Ulardan men bittasini o'zi yetadi mana bitta videom uchun. O'sha bitta videom o'zidan 5-6 ta video yasasam bo'ladi. Ya'ni Siren Head Coffin Dance deb yozaman. Va Siren Head'da Coffin Dance videolari kelib chiqadi. Aynan o Coffin Dance videolarining 1 minut, 1 minut 20 sekund, 1 minut 12 sekund shunaqa har xillari bo'ladi. Masalan 1 minut 7 sekund shulardan birortasini o'zimga olaman. Xo'p. Havolasidan nusxa olaman Telegram botlar orqali yoki sayt orqali bu videoni yuklab olaman. Yuklab olganimdan keyin birinchi qiladigan ishimiz CapCut'ga kirib olamiz. CapCut'ga kirib birinchi shablon yaratib olamiz. Shablon yaratish uchun birorta rasmni birinchi qo'yib olaman. Va pastdagi bo'limdan Escape Region bo'limidan ruschasiga соотношениесlar ham bo'ladi. O'sha bo'limni bosib turib, mana ko'rishlaring mumkin. Bu bo'limdan bosib turib 16 ga 9 format qilib olaman. Va bu rasmni kattalashtirib, oq joyini o'zimga shakllantirib olaman. Va CapCut'da nimasidan reklamasini o'chirib tashladim. Keyin birinchi bo'limdan overlay degani bor. Ya'ni naложение ruschasiga bo'ladi, overlay inglizchasiga. Uni ustiga bosib kirib, add overlay da bosib turib, hozir tortib olgan Siren Head videomni qo'yib olaman. Siren Head videosini ko'rishlaring mumkin, qo'ydim. Endi yana bitta add overlay da bosib turib, ramka bor, ya'ni 4 talik ramka, uni qo'yib olaman. Qo'yganimdan keyin uni 916 formatga moslashtirib olaman va pastdan удалить fonda remove bg'ni, ya'ni topib turib, yashil fonini o'chirib, intensivlikni ozgina oshirib qo'ysam, chiroyli bo'lib tushadi. Keyin tichkani bosaman. Va bu yashil orqa ramkamizni salgina pastga tushirib qo'yaman. Va hozirgi videomni ustiga bosib qo'ygan Siren Head videosini crop ustiga bosaman, ya'ni crop, mana ko'rib crop ustiga bosgan holatda 5 ga 8 formatda qilib olaman. Va tichkani bosaman. Va buni birinchi videoni nasiga olib kelib qo'yaman. Xuddi shunaqa ketadi. Ko'rishlaring mumkin. Endi telefonda o'zimga moslab olaman. Olgandan keyin bu videoning ustiga bosilgan holatda duplikat, ya'ni sozdat kopiya ruschasiga bo'ladi. Duplikatni bosaman va pastga tushiraman. Ustiga bosgan holda yana duplikatni bosaman va uni yana pastga qo'l bilan olib tushaman. Va yana bitta bosib turib ustiga yana bitta duplikat va qo'l bilan ko'ryapsizlar, qo'l bilan qabaqa bo'lib tushib yuraman, bemalol dusiy bo'ladi. Va mana ko'rishlaring mumkin. Videolarni 4 ta video qilib oldim. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Aynan shu videolarni endi boshiga kelib olaman, ya'ni ramkaga tushirib olishim kerak. Ikkinchisini ustiga bosaman. Ikkinchi ramkaga olib kelib qo'yaman. Uchinchisini ustiga bosaman. Uchinchi ramkaga olib kelib qo'yaman. Va to'rtinchisini ustiga bosgan holatda to'rtinchi ramkaga olib kelib qo'yaman. Va ramkamni sal kattalashtirib qo'yib
yoqda layer degani bor. Layerga o'tib, ramkani boshiga o'tsam chiroyli bo'lib qoladi. Mumkin. Ramka chiroyli bo'lib tushdi. Va xuddi shu joyda endi men bu videomni bitta joyga kelib turib, misol uchun mana shu joyga kelib turib, har bittasiga rang berib chiqishim kerak. Ustiga bosaman. Pastdan adjusted degani bor. Nastroyed bo'ladi ruschasiga kirib turib, adjustedda krivye degani, krivye ruschasiga, graphics inglizchasiga kiraman va rang berib chiqamiz. Qizilni ustiga bosaman. Qo'l bilan rang berish oddiy. Shunday sal pasaytiraman, qizil bo'ladi. Ko'kni ham pasaytirsam, buni ham qizil bo'lib qoladi mana. Bo'ldi birinchisi. Ikkinchisini ham ustiga bosib, xuddi shunaqa holatda krivyeni bosaman. Va endi bunga misol uchun yashil rang bermoqchiman. Yashil olaman. Qizilni sal pastga tushirsak, yerda ham yashillanadi va ko'kni ham pastga tushirsak ham yashil bo'ladi. O'zimiz qanaqa xohlasak rang berib ketaveramiz. Uchinchisini ham ustiga bosaman. Uchinchisini ham ustiga bosgan holatda yana o'sha adjustedni topib olaman. Adjustedga kirib yana graphics. Endi misol uchun men ko'k qilmoqchiman. Ko'kni oshirib qo'yaman. Yashilda sal pasaytiraman, juda ham emas. Qizilni pasaytirib qo'ysam ko'k bo'ladi. Bunisini ham ko'k qilib oldim. Endi oxirigisini ustiga bosgan holatda yana adjusted, yana graphics, bir xil ish qilaveramiz. Nima muammosi yo'q. Xo'p, endi yashilni pastga tushirgan holatda ko'kni tepaga chiqarsam, pushti bo'ladi. Pushti rang. Bo'ldi. Hammasiga rang bergan holatda, ustiga bosilmagan holatda shu joyda misol uchun bitta screenshot olaman. Men screenshot oldim va screenshotga kirib turib, screenshotni qirqib olaman. Screenshotni qirqib oldim va birinchi qo'ygan rasmim bor edi, eslaringda bo'lsa, shablon uchun degandim. Uni ustiga bosgan holatda replace'ni topaman, ya'ni zaminitni bosib turib hozir yasaganimni qo'yib qo'ydim. Endi buni cho'zaman. O'zim qo'limga moslashtirgan holatda. Endi mana nimalarni, ya'ni Silent Hill Coffin Dance videolarini bitta liniyada ketma-ket joylashtirib chiqaman. Ya'ni navbatma-navbat. Ko'rishlaring mumkin. Bitta liniyaga joylashtirib chiqdim. Va endi tepadagi rasmni, orqa fonimizni cho'zib chiqaman oxirigacha, ya'ni mana shu Coffin Dance videolarimiz tugaydigan joygacha. Va oxiri bir xil bo'lsin. Xuddi shu holatda davom etadi va mana bu ramkamizni ham oxirigacha cho'zib qo'yishim kerak bo'ladi. Ramkani ham oxirigacha cho'zdim. Va videoning oxirini ko'rishlaring mumkin. Shu joyda misol uchun mana bu ramkamiz to'g'ri tushmay qolsa, sal ramka emas, mana orqa fonimiz. Ramka bilan Coffin Dance videosini sal cho'zib turib, mana to'g'rilab olaman. Ko'rishlaring mumkin. Xo'p, hozir talashtirib qo'ysam to'g'ri tushadi. Yana bularni joyiga qaytarib olib kelib qo'yaman. Bo'ldi. Mana endi mana bu Coffin Dance videolarimga ovozlarni o'zgartirib chiqishim kerak. Endi jalba shunaqa narsalar tushmasligi uchun. Audio effekt. Birinchisi ustiga bosib audio effektni topib, audio effektdan misol uchun kimda agar standarti bo'lsa yoki prosi bo'lsa, mana echo nimalarda olmoschasi borlaridan bemalol foydalansa bo'ladi. Agar kimda yo'q bo'lsa, olmosi yo'qlardan foydalanishni maslahat beraman. Misol uchun menda bor, olmosidan bittasidan foydalandim. Yana ustiga bosaman ikkinchisini, yana o'sha audio effekt va keyingisi. Va yana uchinchisi, yana audio effekt. Misol uchun boshqasi. Voice changer bo'lib chiqyapti, ko'rsalaring mana. Voice-ni, ya'ni boshqa, ozgina boshqacharoq ovoz qo'shyapmiz. Tayyor.
Endi xohlasak, misol uchun har bir videomizga effekt berib chiqsak ham bo'laveradi. Bu joydan pastdan effekt topaman. Misol uchun video effekt. Video effektlar juda ko'p. Qaysi biri bizga misol uchun ma'qul bo'lsa, mana effekt berib chiqaveramiz. Juda ko'p effektlar bor. Ularni barchasidan agar standartini sotib oladigan bo'lsalaring yoki prosini sotib oladigan bo'lsalaring, barchasidan bemalol foydalansalaring bo'ladi. Mana ikkalasiga qo'ydim, uchinchisiga ham hozir qo'yamiz. Mana to'rtinchisiga ham effekt bersam bo'ladi. Effekt berish o'zimizni ideyamizga bog'liq, uni beraveramiz. Xo'p, endi misol uchun tepadagi rasmga ham effekt berib qo'ysam bo'laveradi. Xuddi shunaqa effekt bersam, mana bu yonida turaveradi yoki boshqacharoq ko'rishlaring mumkin. Qaysi effekt menga ma'qul kelsa, bemalol bersam bo'ladi. Bo'ldi. Tichkani bosaman va videomiz tayyor. Ya'ni ko'rishlaring mumkin. Ya'ni mana Siren Head videoim tayyor. Endi bunga misol uchun kim xohlasa, ya'ni add overlay'ni bosib turib, green screenlar qo'shsak bo'ladi. Bunaqa itti green screenni uni keyin udalik tuxum qilaman. Remove BG, ya'ni chroma key bilan o'chirib chiqdim va qo'ydim. Ketaveradi. Kimga xohlasa yana xuddi shunaqa green screenlardan foydalanib qo'yib ketaversa bo'laveradi. Ustiga bosaman. Yana remove BG chroma key bilan o'chirib chiqaman. Bo'ldi, videoyim tayyor. Endi buni ikkinchi videoni yasash uchun men misol uchun bularga rang berib chiqdik-ku, yashil, ko'k, qizil, xuddi shunaqalar joyini misol uchun yashilini qizil yoki qizilini yashil qilib o'zgartiradigan bo'lsa, ikkinchi videomiz shunaqa qilib 5-6 ta video yasab, har bir Cofinance videosidan 5-6 ta, 7 ta, 8 ta video yasasak ham bo'laveradi. Va xuddi shunaqa holatda video qilib zo'r natijaga chiqsalaring bo'ladi. Aynan shu yo'nalishdagi kanalimizdan oyiga misol uchun 7-8 million bemalol topyapmiz. Sizlarga ham maslahat beramiz. Ular ko'rib turganlaringdek, Siren Headda qanday video qilinishini to'liq montajini ko'rsatib o'tdim. Aynan shu yo'nalishda bemalol daromadga chiqib, millionlar ishlasalaring bo'ladi. Omad tilayman. YouTube app shunaqa qiziqarli va daromadli yo'nalishlarda chiqarishda davom etamiz. Sizlardan faqat like, komment qolaman.